Assalomu alaykum hammaga. Bu tomonimiz payshanbaga qarab ketish. Bu tomonimiz Moybuloqqa chiqib ketish. Moybuloq sentri deyilar ekan. Bu yerda ixchamgina masjid bor ekan. Katta ham emas, kichkina ham emas. Hop, hozir bu yerga jamoamiz bilan birga xizmat ko'rsatgan ekanmiz. Nasib hozir ichkarida bo'layotgan ishlar bilan bitta tanishamiz. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Nasib bo'lsa 90% ga bitgan. Gilarni trassalarimizni tortyapmiz. Hop, kollektorlarimiz. Masjid unaqa katta emas. Va juda kichkina ham emas. Chiroyli, ixchamgina ekan. Nasib bo'lsa chiroyli qilib yakunlab beramiz. Hop, bu ishni mana shu do'stimiz olgan. Assalomu alaykum.